Assalomu alaykum barcha o'rnashlarimizga. Xo'p do'stlar, endilikda masalan ipoteka xizmatlarimiz, ipoteka uy olmoqchimisiz, sotmoqchi bo'lsangiz ham ipoteka xizmatlarimiz mavjud. Xudo xolasa endi kanalimiz yangi bo'lganligi sababli bosqichma-bosqich videolarni qo'yib boramiz. Agar sizlarda ham sotiladigan uylar yo sotib olmoqchi bo'lsangiz, kanalimizni kuzating. Sotmoqchi bo'lsangiz shu opsiyaniyada telefon raqami bo'ladi. Agar ipoteka xizmatlari kerak bo'lsa, ekranlar ostida telefon raqam qoldiraman do'stlar. O'sha ipoteka xizmatlari bo'yicha uyingizni garovga qo'yib pul olmoqchimisiz yo ipoteka qilib uy olmoqchimisiz? Shu ekranlar ostidagi telefon raqamlariga aloqaga chiqib, yana to'liq ma'lumot olasizlar. Xudo xolasa kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni esdan chiqmasin do'stlar. Xudo xolasa endi videolarni joylab boraveramiz, bosqichma-bosqich. Xudo xolasa chiroyli bo'ladi. Albatta bizlarni kuzatinglar. Agar bizni taniganlar bo'lsa kanalimizga obuna bo'lib, like bosib esdan chiqmasin. Uy-joy kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Faqat Samarqand shahridan shu endi iloji bo'yicha tumanlarga endi ko'ramiz vaqt soati bilan, lekin Samarqand shahridan videolar qilib borishga harakat qilamiz. Uylar, domlar, hovlilar, kvartiralar bo'ladi. To'liq ma'lumotlar bilan bo'ladi. Ekranlar ostidagi telefon raqamlariga aloqaga chiqib, kimga ipoteka xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib to'liq ma'lumot olamiz do'stlar.